yerning o'z o'qi atrofida olimlarimizning aytishi bo'yicha tezligining biroz oshganligi, allergik kasalliklarga keladigan bo'lsak, so'nggi yillarda qurilishlar juda jadal olib borilmoqda. O'zimizda xususan Toshkentda ham shunaqa. Ma'lum bir ekologik muhitni ifloslantirmaslikka qaratilgan chora-tadbirlarni to'laqonli olib boryapti deb ayta olmaymiz. Sababiki, agar bular to'laqonli olib borganda edi, sanoat chiqindilari ob-havoga, bevosita atmosferaga chiqmaganda edi. Qumson sanatoriyasidagi ob-havo juda katta boshqa regiondagilardan farq qiladi. Boshqa sanatoriyada masalan tog' bilan o'rmon bo'lishi mumkin, lekin daryo bo'lmasligi mumkin yoki daryo bilan o'rmon bo'lishi mumkin, tog' bo'lmasligi mumkin. Lekin Qumson sanatoriyasi shunaqangi unikalki, shu 3 ta narsani o'zida mujassam etdi. Aziz do'stlar, mana oxirgi vaqtlarda ko'plab xabarlar bo'lyapti. Shaharlarda havo darajasi ifloslanganligi, har xil zararli moddalar ko'paygani sari turli kasalliklar paydo bo'lmoqda, ayniqsa yosh bolada. Bu haqida batafsil bilish uchun bugun Qumson sanatoriyasini vrach kardiologi Jo'rayev Panji Jumayevichga murojaat qilamiz. Panji Jumayevich, shu haqida ma'lumot bersangiz, bizlarning kuzatuvchilarimizga har qatda mana shu iflos havo yoki nimalar ta'sir qiladi mana bunday allergik kasalliklarning ko'payishiga, og'ir holatlarga olib ketilishiga va buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Shu haqida gapirib bersangiz. Haqiqatdan ham o'rinli savol berdingiz. So'nggi yillarda atmosfera havosi nihoyatda har xil chiqindi gazlar, energetik gazlar va hokazo sanoatda, qurilishda bo'layotgan qurilishlar va hokazo tabiiy vulqonlarning yer sathidan otilib chiqishi va qazilma boyliklarni yer qa'ridan qazib olishlik tufayli yerning o'z o'qi atrofida olimlarimizning aytishi bo'yicha tezligining biroz oshganligi, hozirgina Yevropada turgan ob-havoning ma'lum bir soatlarda Osiyo qit'asiga ham yetib kelganligi, bularning barchasi sizni bizlarni va umuman insonlarni yer qobig'ida shu atrofimizda yer sathini ustida o'rab olgan atmosfera havosining tarkibidagi o'zgarishlarga ma'lum bir darajada ta'sirini o'tkazadi. Allergik kasalliklarga keladigan bo'lsak, katta mega shaharlarda so'nggi yillarda qurilishlar juda jadal olib borilmoqda. O'zimizda xususan Toshkentda ham shunaqa. Boshqa viloyatlarimizning markaziy shaharlarida ham qurilishlar olib borilyapti va qurilish tartib tamoyillariga to'laqonli bizlar o'sha quruvchi akalarimizning, quruvchi o'sha tashkilotlarning ma'lum bir ekologik muhitni ifloslantirmaslikka qaratilgan chora-tadbirlarini to'laqonli olib boryapti deb ayta olmaymiz. Sababiki, agar bular to'laqonli olib borganda edi, sanoat chiqindilari ob-havoga, bevosita atmosferaga chiqmaganda edi, bizlar aytgan tibbiyot xodimlarini ko'proq tashvishga solayotgan shu allergik kasalliklarni, yuqori nafas yo'llarini, rina sinusit va rinit deymiz, o'sha konjunktivit, allergik bronxit, nazofaringit va hokazo. Umuman astma kasalligigacha olib boradigan holatgacha holat bu o'sha tabiatdan atmosferaning chiqindilariga, har xil gazlarga, keraksiz gazlarga so'nggi yillarda ortib borayotganligining evazigadir. Demak, o'shalarning ta'siri albatta bilinyapti shu kasalliklar ko'payishida. So'nggi vaqtda statistik ma'lumotlarga qaraganda yurak qon tomirlik kasalliklari bilan birgalikda boshqa kasalliklar ham bor. Lekin bizlarning hisob kitobimizga qaraganda allergik kasalliklar ham talay shu yetakchilik o'rnlarini olish darajasigacha ko'tarilib borgan. Masalan, mana Qumson sanatoriyasiga murojaatlar ko'paydimi shu nafas yo'llari kasalliklari bilan? Masalan, bilamizki, biz Qumson sanatoriyasi nafas yo'llariga, yurak qon tomir va harakat organlarini davolashga ixtisoslashgan, to'g'rimi? To'g'ri aytdingiz, yurak qon tomir asab tizimi kasalliklari eng birinchilar qatorida yuqori nafas yo'llariga bevosita bog'liq bo'lgan shu uchrayib turadigan kasalliklarga qarshi, tayanch harakat tizimi kasalliklariga qarshi o'sha bevosita o'sha kasalliklarning oldini olishga qaratilgan sihatgohimiz shunaqa sihatgohlar qatoridadir. Nafas yo'llariga keladigan bo'lsak, nafas yo'llari albatta o'sha aholining orasida bronxial astma kasalligiga chalingan, allergik rinit, o'sha yuqorida aytgan talaygina yuqori nafas yo'llari bilan
hattoki teri kasalliklariga ham ma'lum darajada atmosfera havosining o'sha zararli ta'sirlari bor. Bunaqa tashxislar bilan bizlarga ko'pchilik murojaat qiladi. Va bularga nisbatan bizlar aytamizki, imkon qadar o'sha notoza joydan imkon qadar vaqti bilan toza joyda, toza havoda dam olishlarini tavsiya etamiz. Aytishadiki, ja bo'lmasa masalan bir hafta toza havoda yursa ham bu xuddi mashinada filtr kabi, o'pka ham как filtr tozalanar ekan. Ya'ni ta'sir qilar ekan. Ya'ni umumiy odamning sihat salomatlik darajasi ko'tarilar ekan. Ya'ni zarar energiya bo'ladimi yoki toza havo shunaqa ta'sir qiladimi, qon aylanuviga ta'sir qilar ekan, to'yinganligi. Ya'ni biz bilamiz, Xumson sanatoriyasidagi ob-havo juda katta boshqa regiondagilardan farq qiladi. Kislorod darajasi bilanmi, nima deydi, ozon darajasi bilanmi, shu haqida ham ma'lumot bersangiz. O'zingizga ma'lumki, atmosfera havosida ko'proq kislorod, vodorod, suv bug'lari, Xumson mana shu omillarda bevosita ega bo'lgan va shunga boyitilgan hududda joylashgan. Yonginasida oqayotgan Ugam daryosi va tog'ning ikki tomonlama tog' chizmalari bilan o'ralib olgan joyda hududda shamol guli deydi, rozavetr deydi. Mana shunaqa hududda joylashgan. Janubdan kelgani ham, shimoldan kelgani ham havo siylab o'tadi. Mana Xumson sanatoriyasini bevosita ertalabki va kechki dam olish vaqtlarida sayli tomosha qilib yurgan vaqtda dam olishlarimiz o'sha havodan bahramand bo'ladilar. Men kuzatuvchilarimizga ko'p aytaman-da, Xumson sanatoriyasi boshqa sanatoriyalarga shunaqangi unikal jihatdan ajraladiki, boya aytganingizdek har qat'iy to'g'ri gapirdingiz. Sanatoriya shunaqangi joyda joylashganki, 3 ta narsa bor. Boshqa sanatoriyada unaqa yo'q-da. Ya'ni bu yerda bizda daryo bor, boya aytganingizdek, Ugam daryosi oqadi, atrofimizni tog'lar o'ralgan va o'rmon. Ya'ni bu mayda bargli deydimi, archali o'rmon jihati bor. Boshqa sanatoriyada masalan tog' bilan o'rmon bo'lishi mumkin, lekin daryo bo'lmasligi mumkin. Yoki daryo bilan o'rmon bo'lishi mumkin, tog' bo'lmasligi mumkin. Lekin Xumson sanatoriyasi shunaqangi unikalki, shu 3 ta narsani o'zida mujassam etgan. Men bevosita ish faoliyatimni boshlagandan beri bu yerda bir emas, bir nechta inson organizmi uchun foydali bo'lgan unsurlarni ko'rganman. U birinchidan quyoshni shuna ko'zingizni qiri bilan qarasangiz, tog' etaklaridan ko'tarilishi, quyoshning nuridan taftidan bahramand bo'lasiz. Ikkinchidan ob-havoning shunchalik tozaki, dili bag'ringiz yayrab, yuqori nafas yo'llaringiz shunchalik ochiladiki, u bilan kimga yordam? O'sha toza havodan olingan havo tufayli insonning yurak qon tomirining ish faoliyati yanada jadallashib, o'zining charchog'ini yo'qotadi. Demak, xafaqonlik kasalligi bo'ladigan, yurak qon tomiri kasalligi bo'lgan ikkinchi bir narsa o'sha bizning toza havoda kislorodning ko'pchilik foizini tashkil qilganligi. Va uchinchisi suv bug'larining ma'lum darajada atrof muhitni yozning chilla vaqtida ham to'liq namliklik darajasini ushlab turishligi. Demak, inson organizmiga u yoki bu darajada. Va to'rtinchisi bizlar aytamiz shamol. Shamolning shunday narsasi borki, bizlar Ugam daryosini shimoldan esgan shamol Ugam daryosini bevosita ustidan Xumson sanatoriyasi sathiga kelgandan keyin urilib, o'sha insonning birinchi badaniga, taftiga his qilgan vaqtda boshqacha bir tuyg'uni insonda uyg'otadi. U tuyg'u sizning butun vujudingizda, asab tizimingizni tinchlantirishga xususiyatiga ega. Va qolaversa, beshinchisi, siz bemalol oyog'ingizda yalang'oyoq yurib bo'lsa ham daryo bo'yida yetaklarda o'sha sauna terapiya deymiz. Bizlarda sauna terapiyamiz bor. Men bittan ham foydalanib, o'sha daryo yetaklarida ham siz oyog'ingiz tagida o'nlab insonning hayot faoliyatini, ichki a'zolarining hayot faoliyatiga mas'ul bo'lgan biologik aktiv nuqtalar bor. Ularni faollashtirib ketadi. Tabiiy manbalar bor ekan-da davolanish uchun. Ya'ni bu yerda bilmadim, davolanish usullari ko'p. Men dorisiz ham bemalol odam davolansa bo'lar ekan-da, aylanib yurib. Ya'ni shu toza havosidan, boya aytganingizdek, o'sha yer toshlaridan, umuman keyin yana 5-inchisi o'sha boya aytgandek archalar. Menga juda archalar yoqadi. Ulardan qanaqadir efir hidlar chiqadi-ku va bekorga olmaxonlar ham bu yerda yashamasa kerak deb o'ylayman. Albatta. Insonga men yuqorida dori-darmonlar to'g'risida gapirdingiz. Men tibbiyot xodimi
vrach bo'la turib o'sha dori darmon buyurishdan imkon qadar cheklanaman. Cheklanishim sababiki ular kimyoviy unsur. Uni qaysidir bir olimlarimiz yillar davomida o'ylab insonning o'zi aql idroki yetmagan salomatligini oldini olishlikka va salomatligini tiklashga, o'zini sog'lomlashtirishga e'tibor bermaydigan shu ma'naviy ma'lum darajada ilm va salohiyatga ega bo'lmagan odamlarimizga dorilarni buyuramizda mana shundan shifo deymiz. Holbuki bir kimyoviy unsur bir a'zongizga qaratilgan bo'lsa boshqa a'zongizning ish faoliyatini ishdan chiqaradi. Hattoki yurak qon tomiriga berilgan dorilar ham va asab tizimiga berilgan dorilar ham, yo oshqozon, ichak va jigar va hokazo a'zolarga berilgan dorilar ham kimyoviy unsur hisoblanadi. Bu unsurlar ma'lum darajada inson salomatligiga yillar o'tgan sayin sekin ta'sir qiladi. Demak, bizning do'stlarimizga, kuzatuvchilarimizga shuni aytishimiz mumkinki, masalan, shaharda boya aytgandek bo'g'iq, iflos havoda ham har xil klinika shifoxonalarda kimyoviy anaqa moddalardan foydalangandan ko'ra Xumson sanatoriyasiga kirishsa, bu yerda ham toza havo, ham tabiiy boya aytgan muolajalar bor hammasi. Men sizning fikringizga 100% qo'shilaman. Haftada, 2 haftada bir marta imkoni borlar tog' oldi etaklarida, mana shunaqa so'lim go'shalarda kelsinlar bizning Xumson sanatoriyimizga. Xizmatda bo'lamiz. 2 kun 3 kunday bo'lsa ham dam olib ketsalar qani edi. O'sha salomatligini ma'lum darajada kompensator faktorlarini o'zida yana uyg'unlashtirib, kuchaytirib, yana ish faoliyatini davom ettiradi, hayot faoliyatini davom ettiradi. Bizlar o'sha uchun ham insonlarni chorlaymiz. Demak, bu Xumson sanatoriyasida xuddi masalan telefonda zaryadkasi tugab qolsa, zaryadkaga tiqib oladi-ku, Xumson sanatoriyasiga bir haftaga kelib ketishsa, bilmadim endi 1 oylikmi, 2 oylikmi o'sha zaryad, ya'ni quvvatni olar ekanda odam. Bu o'xshatish ham ma'lum darajada o'zining anaqasiga ega. Shu men bu o'xshatishga ham yo'q demayman. To'g'ri, haqiqatan ham ma'lum bir darajadagi so'limgoh joylarga, sanatoriyalarga dam olib kelgan odam o'zining salomatligini yillar davomida o'sha hududda davolanganligini butun vujudida qabul qilib, undan energiya olib yuradi. Undan o'zi quvvat, qudrat olib yuradi. O'shaning uchun ham yiliga inson 1-2 marta tabiat qo'yinida, sanatoriyalarda dam olishni tavsiya etamiz. Eshitdinglarmi, hurmatli kuzatuvchilar? Yilda albatta kamida 1 marta, 2 marta tabiat qo'yinida dam olishingiz kerak. Xumson sanatoriyasi bo'lsa, tana va ruhni davolash uchun, dam olish uchun eng zo'r joy. Sizlarni kutib qolamiz. Omon bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Doimo xizmatlaringizda bo'laylik. Hech ham dillaringiz, butun vujudingiz og'rimasin. Doimo salomatlikda didor ko'rishaveraylik.